pin kod, pin kod, pin kod, pin kod, pin kod, tim tim tiririm. Teshik tog'orada uzoqqa ketib bo'lmas. Teshik tog'orada uzoqqa suzib bo'lmas. Osmonga tikilmasdan harakating qilib qol. Hayot ham senga shunda omading berib qolar. O'sha pin kod, pin kod, pin kod, pin kod, pin kod, pin kod, tim tim tiririm. Ilm bu ajib dunyo, uni tushunib bo'lmas. Ilm bu ajib dunyo hayotga berar mazmun. Hammasi aylanadi uning atrofida. Hayoting o'zgaradi, qo'lga olsang uni gar. O'sha pin kod, pin kod, pin kod, pin kod, o'sha pin kod, dam dam tararam. O'sha pin kod, pin kod, pin kod, pin kod, pin kod, pin kod, tim tim tiririm. Nobel mavsumi. Anglab bo'lmas hodisa. Mana shunday. Shunday. Mana bunday. Yo'q. Shunaqami? Mana bo'lmasa. Mana. Bunday bo'lsa-chi? Xo'sh, qani ko'raylik-chi bu nima ekan? Buni qara-ya, unda yozibman do'stlar. Do'stlarim, yangi yil yaqin. Voy, qanday yaxshi. Keling, munosib nishonlaylik. Bayram qilay yozda. Bayramimiz. Qanday ajoyib. Bu Triton, Neptunning yo'ldoshi, Quyosh tizimidagi eng sovuq planeta. Undagi harorat Selsiy bo'yicha -235 darajadan yuqori ko'tarilmaydi. Shunday qilamiz, xo'sh, shundaymi? Shunday. Qanday go'zal, archa. Kimdir yetishmayapti. Qo'zvoy, nima uchun bu yerda yolg'iz o'tiribsan? Meni kayfiyatim bayramga mos emas. G'amgin do'stimiz, sizga nima bo'ldi? Shunchaki men kosmik sayohatlarni boshqacha tasavvur qilardim. Ko'proq qiziqarli va tushunarsiz narsalar bo'ladi deb o'yladim. Lekin biz juda ko'p qiziqarli narsalarni uchratamiz. Ko'p hodisalarni o'rganamiz. Shunisi yomon-da. Ularni o'rganib javonlarga taqlaymiz va salom. Hammasi sodda va tushunarli bo'lib chiqdi. Sayyoralar, yulduzlar atrofida, yulduzlar galaktika markazi atrofida aylanadi. Zerkarli. Bir yil davomida biz tushuntirib bo'lmaydigan narsaga duch kelmadik. Mo'jizaga duch kelmadik. Dahshat. Demak, kimdir mo'jiza bilan uchrashni xohlayaptimi? Mayli, yangi yil mo'jizalar uchun eng yaxshi vaqtdir. Masalan, Santa Claus. Men Qorbobo. Rahmat. Lekin men haqiqiy mo'jiza haqida gapirdim. Soxta Santa Claus haqida emas. Kechirasiz. Men yolg'iz qolishim kerak, tamom. Santa Claus haqiqiy emasmi? Haqiqiy. Boray. Qo'zivoy hazillashdi. Mening qopimda yana ko'p sehrli narsalar bor. Faqat uni yaxshilab tiklab ko'rishim kerak. Kichraytirish, super nano. Balki koinotning ichida ham g'ayrioddiy narsalar bordir. Bu voy ham tushuntira olmaydigan narsa. Faqat chuqurroq kirish kerak. Qoyil, ajoyib. Voy.
Voy qayoqqa? Qorzivoy, aloqaga! Qorzivoy, qayoqqa ketyapsan? Sen tufayli arsha chiroqlari ishlamayapti-ku, Qorzivoy! Sen nima uchun kemani kichiklashtirding? Bu qanaqasi? Men ajoyib joy topdim. Bu yerda hamma narsa juda g'ayrioddiy. Ba'zi g'alati narsalar. Qarang. Albatta g'ayrioddiy. Adashmayotgan bo'lsam, allaqachon molekulyar darajada kichiklashib olibsan. Bu g'alati narsalar deb atayotganing oddiygina molekulalar. Molekulalar Xuddi shunday. Ba'zi narsalarni qismlarga ajratmaslik yaxshiroqdir. Masalan, tutqichsiz belkurak endi u belkurak emas. Havosiz shar endi havosi bor emas. Tasavvur qil. Bezaklarsiz yangi yil archasi hech ham yangi yil archasi emas. Lekin qismlarga bo'linganda o'z xususiyatlarini o'zgartirmaydigan narsalar mavjud. Masalan, suv yoki shakar, hatto eng kichik tomchi suv ham 1 litr yoki butun ko'l kabi ho'l va suyuqdir. Shakar bo'lagi esa katta bo'lak kabi shirindir. Har qanday moddani maydalash oxir oqibat molekula deb ataladigan juda kichik zarrachaga olib kelishi aniqlangan. Tushunyapsanmi? Molekula bu barcha kimyoviy xususiyatlarni saqlaydigan moddaning eng kichik zarrasidir. Demak, koinotning ichi ham o'rganilgan. Bu qanaqasi axir? Men qayerdaman? Ehtimol atomlardan birida bo'lsang kerak. Nima? Atom! Lekin bu yerda hech narsa yo'q. Mutlaqo! Bu faqat birinchi qarashda. Hozir tushuntiraman. Barcha molekulalar atomlardan tashkil topgan. Atomlar bizni o'rab turgan hamma narsadan tashkil topgan eng kichik zarralardir. Ular nihoyatda kichik. Bir tomchi suvda 6 milliard trillion atom bor. Qadimgi Yunonlar ham atomlarning mavjudligini taxmin qilishgan. Yunoncha atom so'zi bo'linmas degan ma'noni anglatadi. Lekin Yunonlar o'shanda ham xato qilishgan. Atomni tarkibiy qismlarga bo'lish mumkin. 19-asr oxirida fizik Ernest Rutherford atomlar bizning quyosh tizimimiz kabi tuzilganligini aniqladi. Atom yadrosi proton va neytronlardan hosil bo'ladi. Yadroning massasi atom massasining 99.9% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, yadro hajmi atomning o'zidan 100 ming marta kichikroqdir. Agar siz atomni teleminorani o'lchami darajasida kattalashtirsangiz, uning yadrosi pashshadan katta bo'lmaydi. Shuning uchun senga atrofda hech narsa yo'qdek tuyulyapti. Atomda yetarlicha kenglik bor. Mana yadro. Mo'jizadan boshqa hamma narsa bor. Men tushunganimdek, bundan buyog'i xuddi shunday zerikarli davom etadi. Ushbu narsalarning ichida aynan bir xil narsalar mavjud, faqat kichikroq va bu abadiy davom etadi. Unchalik emas. Proton va neytronlar kvarklardan tashkil topgan deb taxmin qilinadi. Bugungi kunda ular eng elementar zarralar deb hisoblanadi. Lekin ularni sof shaklda olish deyarli mumkin emas. Demak, bu kvarklar olamning chegarasimi va ularni hech kim tayinli aniqlamaganmi? Mana ishda qayerdan boshlash kerak? Nein, kema kuchi yetarli bo'lmaydi. Nein, yo'q. Darhol qaytib kel, Qorzivoy! Bu Atomlar atrofida aylanib yurishga hojat yo'q. Sen yerda bir soat zulmatda o'tirdik. Ortiga qay. Sen qilma. Sen xato qilyapsan. Qorzivoy! 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 Qo'zivoy. Dahshat. Dahshat. Qabul. Bu sirli kvarklarga qaramasdan qaytib ketish juda achinarli bo'lardi. Qorzivoy, ahmoqlik qilma. Bu juda xavfli-ku. Baribir hech narsa ko'ra olmaysan. Aloqa uzilib qolishi mumkin. Yorug'lik butunlay kesilib qoladi, ko'ra olmaysan. Demak, men teginish orqali harakat qilaman bu sokinlikda. Lekin nega tavakkal qilishing kerak? Bir necha 10 yil ichida fan hamma narsani o'zi aniqlaydi. Men shundan qo'rqyapman. Agar olamda mo'jiza qolmasa, yashashdan ma'no bo'ladimi? Qo'zivoy, meni eshityapsanmi? Aloqaga chiq.
Qo'zivoy, Qo'zivoy, aloqaga chiq, Qo'zivoy, aloqa, Qo'zivoy. Qo'zivoy zarraga aylanib qoldi. Bo'ldi, tinchlan. Qo'zivoy qaytib keldi. Qo'yil! Qo'zivoy, ahvoling yaxshimi? Qo'zivoy, qalaysan? Yangi yilingiz bilan. Yashasin! Yangi yil keldi! Yangi yil bilan. Tan oling, meni romantik do'stim, sen atom darajasidan boshqa kichiklamading. Aks holda qaytib kela olmagan bo'larding. To'g'ri aytyapmanmi? Mo'jizalar bo'lmaydi. Buni har kim o'zicha tushunadi. Rostdan ham buni qildingizmi? U yerda nima bor edi? U yer shunday ediki, g'ayrioddiy va chiroyli. Men buni tasvirlay olmaydiganga o'xshayman. U yer shunchaki betakror. Atomning sayyoraviy modelining muallifi buyuk Ernest Rutherforddir. 1908-yilda u radioaktivlik jarayonini o'rganganligi uchun kimyo bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor ko'rilgan. Keyinchalik amerikalik fizik Murray Gell-Mann proton va neytronlardan kichikroq zarralar borligi haqida farazlarni taqdim etdi. Shunday qilib dunyoda kvarklar g'oyasi paydo bo'ldi. Gell-Mann 1969-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Film Edu Media Corporation buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi.